nima bu? Senga 15 minut vaqt narsalaringni yig'ishtirganda chiqib ket uyimdan. Tushunarlimi? Agar yo'lini o'ylab topmasangiz, Nima? Yana nimalar xohlab oldimga kelsan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Qanaqa layli, qanaqa majnun gapirma, sanmisan layli, endi ensalarim qotirma. Boya qol, umuman ko'zlarimga ko'rinma. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. ko'pgina shov-shuvlarga sabab bo'lgan Farruh Hamrayevning bugun uylari musodara qilinmoqda. Biz bu haqda batafsil bilish uchun Farruh Hamrayevning uyiga keldik. Shunchaki Farruh Hamrayevning uylari musodara qilinishi haqida nima deya olasiz? Demak, Farruh Hamrayevning uyini musodara qilishimiz. Ularni ayollari hozir qayerda shu haqida ayta olasizmi? Keragim yo'q edi o'shanda. Baribir yana kelibsan-da, ketdan qolgan iltimos sharmanda. Yig'lamagin oldimda faqat ataylab, gapirmagin san menga o'tag'aylab. Nima desang ham gapir o'ylab. Yig'lamagin oldimda faqat ataylab. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Siz yashab ko'r, sen ham mensiz yashab ko'r. Dilda armon bilan, dilda alam bilan. Sen ham mensiz yashab ko'r, sen ham mensiz yashab ko'r. Ketaver ko'zlarimga ortiq ko'rinma, urinma, yo'qaman deb hammasi tugab o'z poyoniga yetib bo'ldi. Qanaqa layli, qanaqa majnun gapirma, sanmisan layli, endi ensalarim qotirma. Boya qol, umuman ko'zlarimga ko'rinma. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Yana nimalar xohlab oldimga kelasan, yana nimalar xohlab meni qiynaysan. Havo bulut, menimcha hozir yomg'ir yog'adi. Meni unut, aksincha hammasi zo'r bo'ladi. Yana yutkalasın. Xuddi shu. Bir oldingda unaqa qilib hamma jim bo'ldi, olib ol. Hech kim ahamiyat bermasin.
Shular. Har qamray Farruh. Mana qo'limga kishanla solib qo'yishdi. O'ynaydi. Yo'qdan o'tmay ilojsiz. Yo'qdan gap. Ozgina stereo qilyapti, o'sha sekin qaltirash boshlayapti. Qaltirash boshlayapti. Sizga qarayapsiz. Bosh ushlayapsiz. O'sha orqaga ketyapsiz. Ko'zlarcha qaysiga boqmading bo'ldi. Qarab qoladi. Ishladim. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Qo'rqib chiqib ketding, tirjayib chiqib ketding. Mani o'zini bilib uchunlar qo'llari kesilib ketdi, rasm yig'ildi. Молодец. Zo'r chiqishdi, aka. Xudo xohlasa zo'r chiqadi. Bu arpachka emas, plasmas emas, temir. Bu Farruh yiqilishiga sabab mana mana shu qiz bo'ladi, chunki ssenariyni bu qiz shunaqa yozib qo'ydi. Farruh yiqilib. Kamil Kelaydi, hamma qiladi. Klip budjet va Давай, ketdik. O'ping. Boshingizni ko'taring. Qo'llari qara. Ikkinchi qismini olamiz. Obul degan. Ashlan nomi yana nimalar xohlaysan deb nomlanadi. Bosh rolda Aziza Hayotxon va Rejissor Ikromjon. Ikromjon Drafrus Bizda bir kunda bo'lib ketgan ideya bo'ladi. Mana shu klip posterda xudosi bir kun ichida yozilgan ssenariy deydimi, shunaqami? Endi kamchiliklarga xafa bo'lmaysizlar. Sizlar ham zo'r klip olasiz. Biz hali ko'nglimizni ortishdi, lekin biz harakat qildik. Zo'r chiroyli ijod namunamizni olib chiqishga xudosi ko'rib baho berasizlar. Moskva shahriga, Tojikiston shahriga, akalarimizga hammaga omad tilaymiz. Qozog'iston, Qirg'izistonga va bo'pti.